Endi ayrim rasm-rusumlarni o'tkazish taqiqlanadi. 16 sentyabr kuni qabul qilingan hukumat qaroriga asosan oqilona iste'mol dasturini amalga oshirish chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqildi. Rejada dolzarb oziq-ovqat xavfsizligi davrini samarali tashkil etish ham bo'lib, unda to'ylar, oilaviy tantanalar, ma'raka va marosimlar haqida so'z boradi. Hujjatga ko'ra, ushbu tadbirlar endilikda Qonunchilik palatasi va Oliy Majlis kengashlarining qo'shma qarori bilan tasdiqlangan nizom talablari asosida o'tkaziladi. Nizomda to'ylar, oilaviy tantanalar, ma'raka va marosimlar faqat bir kun, dafn etish marosimi bundan mustasno, soat 6:00 va 23:00 oralig'ida o'tkazilishi shartligi aytiladi. 23:00 dan keyin davom ettirishga yo'l qo'yilmaydi. Dafn etish va motam marosimlari ko'pi bilan 3 kun mobaynida cheklanmagan miqdordagi fuqarolar ishtirokida o'tkazilishi mumkin. Osh berish marosimi bundan mustasno. To'ylar, oilaviy tantanalarga keluvchi mehmonlarga ham cheklov qo'yiladi. Jumladan nizomda oilaviy tadbirlar uchun 200 nafargacha, osh marosimi uchun 250 nafargacha, qo'shaloq to'ylar uchun 250 nafargacha, qo'shaloq to'y oshlari uchun 300 nafargacha odam qatnashishi kerakligi belgilangan. Kelinni olib ketish uchun esa ko'pi bilan 3 ta yengil avtomashinaga ruxsat beriladi. Shuhratparastlik, dabdababozlik va isrofgarchilikka yo'l qo'yilmaydi. Ortiqcha xarajat talab qiladigan rasm-rusumlar, xususan kuyov navkari, chorlar, ota ko'rdi, sepyoydi va motam marosimlaridagi 7, payshanba, yakshanba, 20, 40, yiloshi, pul tarqatish, mato ulashish kabi marosimlar taqiqlanadi.